Assalomu alaykum aziz ayollarimiz, qizlarjonlarimiz. Hozir sizlar bilan biz skrab, tabiiy skrab tayyorlaymiz. Mana hozir men 200 gram tayyor sovunli, ya'ni sovun asosli krem sovib oldim. Mana tayyor bu sovun kremli asos. Ya'ni mana shundan biz hozir juda ham ajoyib bo'lgan kofeli skrab tayyorlaymiz. Endi buni biz hozir birinchi navbatda ozgina, agar bo'lsa vinchukda yoki blenderda ozgina ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldik. Buni juda ham ko'pirtirib olmaslik kerak. Nomigagina ozginagina ko'pirtirib olsak yetadi. Endi bunga biz 200 gramga 100 gram shakar qo'shamiz. 100 gram shakar va kokos yog'i qo'shamiz. Kokos yog'ini 100 gramdan 50 gramgacha qo'shsalaring bo'ladi. Bu kokos yog'ini qattiq, suyuq holatidagisi ham bo'ladi. Agar qattiq holatidagi bo'lsa, albatta eritib ishlatiladi. Kokos yog'i bilasizlar, kosmetikada hamma juda ham sevib ishlatadigan yog'lardan biri. Bu juda ham yuzga ham, badanga ham juda ham foydali yog'lardan biri hisoblanadi. Bunga mana men 30 gram kokos yog'i qo'shdim. Endi bunga adoshka qo'shishimiz kerak. Ya'ni o'zingiz xohlagan, masalan, kofeli adoshka qo'shishingiz mumkin, kokosli yoki o'zingiz xohlagan hidni qo'shishingiz mumkin. Men bunga jasminli adoshka qo'shmoqchiman. Bu jasmin 100% tabiiy bo'lib, juda ham ajoyib hid beradi. Mana jasminli adoshkamizdan qo'shib oldik. Bu juda ham hidini juda ham shirin qilib beradi. Endi bunga biz ozginagina konservant qo'shamiz. Aslida qo'shish shart emas, lekin bu tabiiy bo'lgani uchun uni ustiga bu skrabimizni hamma har xil joyda saqlaydi. Kimdir vannada saqlashi mumkin. Shunda suv tushib, nima deydi, holat o'zgarmasligi uchun 2 tomchi konservant qo'shib yuboramiz. Konservantimizni mana qo'shib oldik. Endi bunimizni xohlasangiz vinchukda, xohlasangiz blender yordamida yaxshilab aralashtirib olasiz. Men buni yaxshi ko'pirtirib olganim uchun oddiygina cho'p bilan aralashtiryapman. Bu skrabimiz badanga ham, yuzga ham juda ham foydali bo'lib, yengil tozalaydi, juda ham mayin qilib qo'yadi teringizni, juda ham terimizga foydali, terimizni oqartiradi, yashartiradi. Juda ham foydali skrab hisoblanadi. Butun tana a'zolarimizga, qo'llarimizga, bo'yinlarimizga, dekolte, yuz, hamma yog'imizga bemalol ishlatsak bo'ladi. Mana hammasini aralashtirib oldik. Mana juda ham chiroyli skrabimiz tayyor bo'lyapti. Endi bunga biz kofeli adoshkamizdan qo'shamiz. Buni kimdir quyuqroq, suyuqroq, ya'ni holatiga qarab, kimdir ko'proq, kimdir ozroq, 30 gram, 20 gramgacha bemalol qo'shsalaring bo'ladi. Kofeni bilasizlar, juda ham foydali hisoblanadi. Ya'ni yuzdagi dog'larga, ko'z osti qorayishlariga juda ham foydali hisoblanadi. Ya'ni bu siz bilan tayyorlayotgan skrabimiz kofeli skrab hisoblanadi. Juda ham
foydali skrab. Buni har qanaqa teri uchun ishlatsa bo'ladi. Quruq teri a'zolariga ham juda ham foydali. Chunki tarkibida kokos yog'i bor. Hozir qo'shgan adushkamiz ham tarkibida 100% tabiiy yog'lardan tashkil topgani uchun juda ham foydali hisoblanadi. Bu yuzingizni quritib yubormaydi. Juda ham maksimal darajada yuzingizni tozalab, yumshatib beradi. Mana ko'rib turganingizdek skrabimiz tayyor. Juda ham chiroyli. Ancha-muncha skrablar bilan bemalol, professional skrablar bilan bemalol birlasha oladigan skrabimiz tayyor.